Dunyo bizni, biz tabiatni himoya qilamiz. 5-iyun Butunjahon atrof muhitni muhofaza qilish kuni. Ushbu sana 1972-yil 15-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, yillar davomida 100 dan ortiq mamlakatda nishonlab kelinmoqda. Butunjahon atrof muhit kuni xalqaro miqyosda nishonlanadigan ekologik sanalar orasida mazmuni, mohiyatiga ko'ra o'zgacha kasb etadi. Mazkur sana Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1972-yil 15-dekabrda o'tkazilgan 27-sessiyasida ta'sis etilgan. Anjumanda shuningdek yangi tashkiliy tuzilma atrof muhit muhofazasi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti dasturi (UNEPga asos. Butunjahon atrof muhit kuni mazmun mohiyatiga ko'ra insoniyat oldida turgan keng ko'lamli va chuqur ildiz otishga ulgurgan muammolarga yechim izlashga yo'naltirilgan sana. Atrof muhit kuni nafaqat ekologlarning kasb bayrami, balki atrof muhit muammolari haqida yana bir karra o'ylash, mulohaza yuritish fursat hamdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida har yili suvni, havoni va boshqa tabiat resurslarini muhofaza qilish kunlari o'tkaziladi. Bu kabi sanalar munosabati bilan atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ko'plab tadbirlar amalga oshiriladi. Butunjahon atrof muhit kunida ham dunyo bo'ylab turli tadbirlar amalga oshiriladi. Bu esa insoniyatning ekologiya muammolariga befarq emasligidan, tabiat haqida qayg'urayotganligidan darak beradi. Xalqaro atrof muhitni muhofaza qilish kunini nishonlash doirasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun jahon miqyosida dolzarb bo'lgan ekologik muammolar to'g'risida xalqaro jamoatchilikni xabardor etib, shu muammolarni yechishga dunyo xalqlarini chorlaydi. Yillar osha mazkur sana 100 dan ortiq mamlakatlarda nishonlanib, hozirda ekologik muammolarni yechishga yordam beruvchi muhim bir zamin bo'lib xizmat qilmoqda.